Assalomu alaykum hurmatli aziz Instagram, YouTube, TikTok foydalanuvchilari va Telegram foydalanuvchilar. Sizlar uchun yaxshi bitta Lacetticha topib qo'ydik aka-ukalar. Olaman degan jigarlarimiz bo'lsa, haqqoniy olaman deganlar aloqaga chiqishi mumkin va mashinada obzor qilib o'tamiz. Azizlar, mashinamiz holati mana shu oq rangda Lacetti. Balonlari yaxshi albatta. Ishlarni birdan ko'rsatib o'tamiz. Endi Lacettilar hammasida tegan kasal bor, albatta kirlolarda. Mana shu ko'rganingizdek kirlolarda bor. Salonchalari yaxshi holatda saqlangan, albatta qilingan. Olaman degan aka-ukalarimiz murojaat qilishi mumkin. Lastimizning holati mana shu aka-ukalar, turgan holati hammasi boricha ko'rsatamiz. Shichalari mana shu kirlolarida bor. Yili 2009-yil. Bu video qayerdan chiqyapti degan insonlarga Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanidan chiqyapti. Biz pastga raqamlar qo'yamiz. Narxlarni telefon qilib kelishib olishlaringiz mumkin albatta. Bemalol non-tovar avtomashina. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin.